Bu yerda yashash faqat orzu emas, real imkoniyat. Lekin narigisi chotki. Bu uy obzorimizni ko'rganlar nafaqat sotib oladi, balki oshiq ham bo'lib qolishadi. 2 sotidan iborat bo'lgan o'z ichida 5 xona yashash uylari shundoqona Farg'ona eski yo'lida 01 pitaka yetmasdan 10 qo'lda ko'chalarda kelar ekan. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q, kanalizatsiyalari shaxsiy ekan. Xo'p, bu xonadonimizda asosiy darvozaxonasi bu bo'lyapti. Bemalol bittadan mashinamiz joy bo'ladi va chap tomonda bitta kalitkamiz ham bor ekan. Va sirazi umumiy, ya'ni tashqi hojatxonamiz bo'lyapti azizlar va navbatdagi xonamiz bilan taxta polla qilingan, ta'mirlari yangi holatda bo'lib turibdi va navbatdagi xonamiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti azizlar. Bemalol o'lchamlari zo'r. Endi yana bitta ma'lumot, mana bu podval qismimizda pasi, luklari ham bor ekan, isitish sistemalari va shunga o'xshagan sistemalarda aynan mana bu remontga ta'sir qilmaydigan holatda, ichki holatda olib ketgani juda ham qulay sharoitlarda qilib qo'yishgan ekan. Bemalol duxontini kotyolni o'sha hojatxonaga qo'yib turib, polni pastidan akkuratni qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Va navbatdagi bu joyimiz bitta oilaga moslangan, xo'l qismi kutib olyapti va sirazi umumiy sanazol aynan shu joyga xizmat qiladigan. Batda o'zida ham 2 xona mavjud bo'lyapti. Bemalol kelin olaman desangiz ham bitta zali va bitta spalnisi joy bo'lyapti. Romlarni ham ko'ryapsizlar, high-tech uslubida, chiroyli, hozirgi zamon talabidagi mana mokri asfalt ranglardan ishlatishgan ekan va navbatdagi xonamiz bu uy bekalari uchun oshxona bo'lyapti. Xullas, bir gap bilan aytganda xonadonimiz yashashga tayyor, kommunikatsiyalarni olib kelib, o'zingizga hujjatlarni rasmiylashtirib olsangiz kifoya. Narxiga keladigan bo'lsak, $43 ming tushib beriladi.